To'g'ri, kasallik. Kana chaqqanning hisobiga o'sha telioz kasalligi chiqadi, qon kasali deyiladi, issiq o'tibdi deyishadi. Har xil holatda nomlanadi yoki oq qon kasalligi deydi. Ko'p joyda har xil nomlanadi. Bu narsani oldini olish uchun krealin plus supermetrin dezinfeksiyalovchi vositalar. Hayvon turgan joylariga, o'sha zagonga, devorlarga va atrofga sepib qo'yilsa, haftada bir martadan bitta molni davolaganda pulini o'sha 1 yilga yetkazsa bo'ladi. Yashang. Lekin men shu joyda bitta narsani oydinlik kiritmoqchi edim, to'g'risi. Hammadan eshitmaganman. Ikkita odamdan men eshitganman shu narsani, aynan dezinfeksiya jarayonini. Men o'zim ham o'qigan paytimda dezinfeksiya qilinish kerakligi haqida bizning kitoblarimizda yozilgan aslida. Lekin bitta katta doktor, endi men ismlarini aytmayman, bitta emas, ikkita. Ular aytishganki, men dezinfeksiya qilgan taqdiringda ham baribir foydasi yo'q deb aytgan. Bu gap qanchalik rost, qanchalik yolg'on? Dezinfeksiyani mana hozirgi paytdan boshlash kerak, Muhammadjon. Sabab u kanalar o'rmalovchi hasharot hisoblanadi. To'g'ri. Uyg'onish payti boshlanyapti. Misol atrofda e'tibor berilsa, chivin, pashshalar chiqib qoldi. Chivin, pashshalar chiqib qolganining hisobiga o'zi o'rmalovchilar ham misol harakatni boshladi. Ya'ni qon suruvchi hasharotlar. Harakatni boshlagan payt o'sha paytda yo'qotish kerak. Gap yo'q, yashang. O'sha paytda yo'qotib turib, hozirdan ishlansa albatta foydasi bor. Bu o'sha biz ishlamasimizdan oldin shogird bo'lib yurgan paytimizda ham, даже eski fermerlar ham bu narsani amalga oshiradi. Dezinfeksiyaning juda ham turlari ko'p. Xlor bilan dezinfeksiya qilish mumkin. Ohak bilan albatta dezinfeksiya qilish kerak erta bahorda. Buni ham aytib o'tmasak bo'lmaydi. Devorlarni oqlab, misol mana bu oxirlarimiz turibdi. Mana bu yerlar ham oqlab qo'yilsa, albatta har qanday holatda ham misol bitta misol uchun qon suruvchilar o'rmalab kelmaydi. Qushlarda kelishi mumkin yoki bo'lmasa inson tanasiga ilashgan holatda kelishi mumkin. Bularni o'sha ohak bilan xlor sepganimiz hisobiga uzoq vaqt turganini hisobiga albatta foydasi bo'ladi. Supermetrin, krealinlarning ham albatta foydasi bor. Gap yo'q. Keyingi masala yo'tal. Qisqa yo'tal hayvonlarda ham bo'lib turibdi, asosan ertalab va kechqurun yoki qorin to'ygan paytda. Bu nimani hisobiga? Yuqori nafas yo'llarining yallig'lanishi, yengil yallig'lanishi. Hozirda ham odamlarda ko'p. Buni bronxopnevmoniya ham deyish mumkin. Misol har xil holatda kechadi. Hamma hayvonda ham emas. Uni adashmasam har bir molni o'ziga shaxsiy diagnoz deydi-ku. Shunday, shaxsiy diagnoz. Chunki men misol uchun men doktorga borsam, qisqa yo'tal bilan menda boshqa diagnoz bo'lishi mumkin. Tohir akam borsa, qisqa yo'tal bilan unda boshqa diagnoz bo'lishi mumkin. Umumiy qilib yuqori nafas yo'llarining yallig'lanishi kasalliklari deyiladi. Bu holatda nima qilish kerak? Avvalambor hayvonni skloznoy joydan to'xtatish kerak. Skloznoy chang joyda to'xtatish kerak. Iliq havo muhitiga, quyosh nurida ham qolmaslik kerak kunduzi bilan. Misol uchun sovuqda ham qolib ketmaslik kerak kechqurun. Harorat 10 gradusdan 16-17 gradusgacha bo'lgan joyda demoqchisiz. Shunday joyda qo'ysak bo'ladi. Plusiga antibiotiklar. Antibiotiklar tarkibi juda ham ko'p. Misol holatiga qarab yengil yo'tal bo'ladigan bo'lsa nitox, telazinlar, misol oksitraskilin yoki telazin tarkibli antibiotiklar. Agar ukol qilishni bilmaydiganlar bo'lsa, parashoklari bor o'sha telazin, zinaprin, parashoklari juda ham ko'p. Ularni bersa bo'ladi. Plus allergik yo'tallarni to'xtatish uchun deksametazon, ya'ni vitamin eng yaxshi allergik to'xtatuvchilar. Ularni shu 3 kun miqdorda qilsa bo'ladi, lekin ko'p qilishda, bo'g'ozmolga qilishda deksametazon tavsiya bermayman. Endi har bitta gapimizga to'xtalib ketmasak, albatta negativ paydo bo'lib qoladi. Endi negativ ham o'sishga yordam beradi. O'sishga yordam beradi, lekin xalq noto'g'ri foydalanib qo'ymasin degan maqsadda deksametazonni bo'g'oz hayvonga qilib bo'lmaydi. Har qanday holatda, chunki o'sha bachadonda ortiqcha suv to'planishi eng birinchi o'rinda o'sha homilani abort qilishiga olib keladi. Shuning uchun qo'llash mumkin emas. Mana shu holatda davolash mumkin. Men to'g'risi til ojiz hozir bir nima deyishga. Sababi akalar sizlar bilsanglar kerak, menimcha mana shu insoniyat kitobni shu darajada ko'p o'qib, shu darajada bilim darajasi yuqori bo'lgandan keyin borku, u odamni to'xtatib bo'lmaydi borku, mana shu gap kelaveradi. Nimaga? Chunki u inson o'zini bilimiga va o'qigan, ilm olgan faniga asoslanib og'zidan chiqadi. Shuni hisobiga aka, men sizga ishonchim komil, sizni bilim darajangiz juda ham yuqori. Va iltimos qilardim, aka, ish faoliyatingizni iloji boricha xalqimizga ko'rsating, iloji boricha ko'proq video qiling, chunki sizdek veterinar doktorlar nafaqat bizga, dunyoga kerak. Shu uchun sizdan iltimos qilib qolgan bo'lardim. Iloji boricha bilimingizni bepulga xalqimiz uchun berganingiz yaxshi bo'lardi.
Albatta, endi misol uchun onlayn holatda juda ham ko'pchilik o'sha videolardan keyin ham murojaat qilyapti. Bizga har doim ham vaqtimiz bo'lmaydi. Buni ham aytib ketaylik. Ikkovi qo'yilgan nomerda ham Telegram bor, WhatsApp bor, Instagramga ham qo'yib qo'yganmiz bu nomerlarda, YouTube'da o'ziga ham qo'yib qo'yganmiz. Bemalol SMS qilib yoki Telegramdan yozib qo'ysa, nechida bo'shagan vaqtimda javobini qaytaraman. Agar telefonni ko'tara olmay qolsam. Faqat bitta narsaga kelishamiz aka. Kibr bo'lib, yo'q, unaqa. Tam sizdan pul olaman deyish bo'lmasin, iltimos. Yo'q, unaqa mehnat qilsak pul olamiz. Kelib chorvasiga qarab bersak yoki har qanday holatda misol uchun mehnat qilsak unga pul olamiz. Chunki tirikchiligimiz shu. Lekin yana kim qanday telefonda misol kimdir qiynalib turgan bo'lsa, unga telefon qilib mana unga yordam kerak desa, unga mana uncha pul tashlab yubor deb aytmaymiz. Lekin mana shu chorvadorlarimizni ichida Xudoga shukr bor. Dobrolari bor. Men ulardan juda ham xursandman. Hali telefon qilib maslahat so'rab 2-3 kun birgalikda onlayn o'zi ukol qiladi. Men aytib turaman. Endi bilimiz yetganicha. Avvalo Xudo. Bu tirik jon, misol uchun temir yoki boshqa narsa emas, u yerini almashtirib qo'ysak bunday bo'ladi deydigan. To'g'ri. Uyga sovg'a salomlar keladi. Unga dadamning o'zi xursand bo'ladi. Gap yo'q. Hali telefon qilib boshqa so'rashsa dadamni o'zi urishadi. Ko'tar, maslahatingni ber. Bitta naushnik taqib ol, ish qilib turgan bo'lsang ham maslahatingni ber. Shu joyda kommentariyada bitta gap yozgan bo'lardim. Otangga rahmat deb bekorga aytishmaydi. Sizni tarbiya bergan otangizga katta rahmat. Agarda shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, otajon va ta'zim sizga, gap bo'lishi mumkin emas. Juda yaxshi insonni tarbiya qilibsiz. Menimcha juda foydali bo'ldi degan umiddaman, lekin shaxsan men uchun juda ham foydali bo'ldi va bilim darajam juda o'zgardi. Keskin o'zgardi. Siz agarda shu videoni shu joygacha ko'rayotgan bo'lsangiz, aka kanalga obuna bo'ling. Ishoning, bundan ham qiziqarli videolar bo'ladi. Bu akamizani o'zim shu savollarni berib, mana shu xalqqa bepulga davolash yo'llarini ko'rsatamiz va albatta dorisiz ham mollarni davolasa bo'ladimi degan savollaringizga to'liq javobni olasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga kattakon rahmat.